O'zbekistonda 16 yoshgacha bo'lganlarga ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish taqiqlanishi mumkin. Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri E'zozxon Karimovaning ma'lum qilishicha, bu bo'yicha qonun loyihasi ishlab chiqilib, jamoatchilik muhokamasiga qo'yilishi rejalashtirilgan. Ma'lumot o'rnida bir nechta davlatlar, Yevropa mamlakatlari yoki arab mamlakatlaridan Birlashgan Arab Amirliklarida allaqachon voyaga yetmaganlarni ijtimoiy tarmoqdan foydalanishni cheklashga qaratilgan qonunlar qabul qilingan. Yoki qo'shnimiz Qozog'istonda yaqinda bu bo'yicha tashabbus boshlandi, qonun loyihasi ishlab chiqildi va endilikda O'zbekistonda ham xuddi shunday cheklov kiritilishi mumkin va bu bo'yicha qonun loyihasi jamoatchilik muhokamasiga qo'yiladi va ana shu muhokamalar natijalaridan kelib chiqib bu qonun qabul qilinadi yoki yo'q. Sizningcha 16 yoshgacha bo'lganlarga mana shunday cheklovning o'rnatilishi, ya'ni ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishni taqiqlanishi qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri? Fikringizni izohlarda qoldiring va bu videoni hali 16 ga kirib ulgurmagan, lekin allaqachon ijtimoiy tarmoqlardan foydalanayotgan uka-singillaringizga yuborib qo'ying.